Nima deb o'ylaysiz? Men haqiqiy odammanmi? Yo'q, bu haqiqiy odam emas. Hozirgi kunda sun'iy intellekt yordamida do'stlaringiz va oilalaringiz ovozi, shuningdek, ko'plab mashhur insonlarning yuzlaridan foydalanib, turli xil firibgarliklar amalga oshirilmoqda. Keling, bugun shu firibgarliklar haqida gaplashib o'tamiz. Qanday qilib sun'iy intellekt telefon firibgarlarini yangi bosqichga olib chiqdi va ularning qurbonlari bo'lmaslik uchun nima qilishimiz kerak? 2023-yilda deepfake texnologiyasidan foydalangan holda jinoyatlar soni 3000% ga oshdi. Bunday statistika OnFido yuqori texnologiyali kompaniyasi hisobotlarida e'lon qilindi. Matn mualliflarining fikricha, 2024-yil deepfake yili bo'ldi. Xo'sh, buzg'unchilar hatto juda ehtiyotkor odamlarni aldash uchun neyron tarmoqlardan qanday foydalanmoqdalar va xavfsizlikni minimallashtirish uchun qanday qoidalarga amal qilishimiz kerak? To'liq sxema quyidagcha ko'rinadi. Birinchi navbatda sizga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilishadi va telefonga javob berishingiz bilan ular aloqani uzib qo'yadi. Ular aloqa yomonligi va men hozir sizga ovozli xabar yuboraman deb SMS xabar yuborishadi. Ovozli xabar juda o'xshash ovoz bilan keladi. Bu sizning qarindoshingiz, oilangiz a'zosi yoki do'stingiz ovozi bo'lishi mumkin. Firibgarlarning asosiy maqsadi sizni bu ovozning haqiqiyligiga ishontirish. Odatda ular mavzuni ayanchli xabar bilan boshlashadi. Misol uchun, men avtohalokatga uchradim, tezda menga yordam kerak. O'g'lingiz noxush hodisaga uchradi yoki shunga o'xshash holatlarni aytishadi va ularga pul zarurligini ta'kidlab o'tishadi. Shunday holatlarda siz bilan muloqot qilayotgan odam aynan sizni tanishingiz ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Bunday vaziyatda shoshilinchlik bilan ish qilib bo'lmaydi. Firibgarlar tuzog'iga tushib qolmang. Keyingi dasturlarimizda sun'iy intellekt yordamida yana qanday firibgarliklar amalga oshirilayotgani haqida gaplashib o'tamiz. Videoni tanishlaringizga yuborishni unutmang. Sog' va salomat bo'ling.